O'zbekiston va tovar va xizmatlarning jahon bozoriga uyg'unlashuvi tashqi savdo. Bu O'zbekistonning ko'p yillardan beri kurashib kelayotgan, jahon bozoriga intilib kelayotgan, hamkorlik va integratsiya masalalarini ko'rib kelayotgan katta jarayon hisoblanadi. O'zbekiston tashqi savdosi uzoq yillardan beri rivojlanib, pasayish va ko'tarilish tendensiyalariga turli bosqichlarga ega bo'ladi va ularni jahon bozoriga O'zbekistonni integratsiyalashuvi, hamkorlik shartlari bilan bog'liq jarayonlarni asosiy voqea sifatida e'tirof etishimiz mumkin bo'ladi. Lekin 21-asrning birinchi choragi nimalarni ifodalaydi yoki Covidgacha va undan keyingi bo'lgan davr dunyo uchun nimalarni isbotladi? Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ikkita holat mavjud. Ya'ni ba'zilar tashqi savdoda ko'proq eksport qilish kerak, kamroq import qilish kerak va asosan ijobiy saldo bilan chiqish kerakligini inobatga olsa, ba'zilar asosan ma'lum bir vaqt birligida importni to'g'ri optimizatsiya qilish va valyuta zaxiralari bo'lgan mamlakatlar bilan kuchli aloqalarni rivojlantirish orqali mamlakatni takomillashtirishga harakat qiladi. Tashqi savdo nazariyalari shuni taqozo qiladi va O'zbekistonning jahon bozoriga uyg'unlashuv shartlarini mana shu bosqichlarda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Umuman jahon bozoriga hamkorlik va integratsiya tushunchalari 21-asrning birinchi choragida asosiy amal qilib o'z nihoyasiga yetgan nazariyalardan hisoblanadi. Chunki zamonaviy iqtisodiyot, inson kapitali, zehniyati, did, iste'molchi xulq-atvori shunday darajada o'zgaryaptiki, ularni jahon bozoriga shunchaki integratsiya qilish emas, balki uyg'unlashtirish zaruriyatlarini tug'diradi. O'zbekiston tashqi savdosi mustaqillikka erishgandan keyin rivojlanishni boshladi va dastlabki yillarda tashqi savdoda asosan xomashyoning o'rni yuqori edi. Xususan 1992-yilda O'zbekiston tashqi savdosini deyarli 80% paxta tolasi bilan bog'liq edi va 20 yillar davomida paxta tolasini eksporti orqali tashqi savdoni ushlashga, shuningdek, qora va rangli metallurgiya, energetika va boshqa xom ashyo, tabiiy resurslarni sotish evaziga tashqi savdo dinamikasi rivojlanar edi va umumiy jihatdan tashqi savdoni ham ikki bosqichga bo'lib olishimiz ma'qul ko'riladi. Birinchisi, O'zbekistonning mustaqillikka erishgan davridan 2016-2017-yilgacha bo'lgan davr bo'lsa, ikkinchi davr 2017-yildan keyin yangi O'zbekistonning tashqi savdosi hisoblanadi. Albatta bu ikki bosqich o'ziga xos xususiyatlarni, rivojlanish yo'llarini taqozo qiladi. Birinchi bosqichda O'zbekiston tashqi savdosi rivojlanib bordi. Dastlabki yillarda, demak, 5-6 milliard dollarlik tashqi savdo rivojlanib bordi va faqatgina 1996-97-yillarda ba'zi bir pasayish tendensiyalariga qaramay 2016-yilgacha tashqi savdo ijobiy saldo bilan o'tishga erisha olganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va 2017-2018-yillargacha tashqi savdo 5-6 milliard dollardan 40 milliard dollargacha yetganligi asosiy voqealar rivojini keltirib chiqaradi va unda paxta sohasining o'rni 9-8% gacha kamayib borganligi, shuningdek, xizmatlarning ulushi oshib borganligi asosiy voqealar rivojini tashkil qiladi. Lekin ba'zi bir mamlakatlar bilan, xususan rivojlanayotgan mamlakatlar bilan solishtirganda, tashqi savdoning qamrovi unchalik katta emas edi. Ya'ni xalqaro bozor bilan biroz kichikroq o'yin va kichikroq natijalarni kashf etish va byurokratik yechimlar ham bu borada birinchi bosqichning asosiy masalalaridan biriga aylandi. Ya'ni tashqi savdoda importning o'rni yuqoriligi bilinib tursa-da, shuningdek, valyuta koridorlaridagi katta muammolar, qora bozor va Markaziy bank o'rtasidagi 2 baravarga yetgan kurslar asnosida importning yuqoriligi bilinib turar edi va shu bilan birga byurokratik yechimlar orqali hech qachon bu narsalar ko'rsatilmas va asosan sof eksport bilan tashqi savdoni yopish an'anaga aylangan edi. Lekin bu davrda valyuta bilan juda katta muammolar, o'sha 2010-2016-yillardagi muammolar ayniqsa asosiy voqealar rivojini tashkil qildi. Eng katta qiziq voqealardan biri bu markazlashgan eksportning 100% konvertatsiya qilinishi va keyingi boshqa shakldagi eksportning 50% davlat
kursida konvertatsiya qilinishi taqozo etilardi va davlat va qora bozor o'rtasidagi farqlar 2 barobarni tashkil qilar edi. Bu tashqi savdodagi eng katta negativlarni bildirib turuvchi elementlardan biri edi. Shu bilan birga yana bir e'tiborli hodisa valyuta zaxiralari ko'proq saqlashga harakat qilinardi. 91 va 2016-yilgacha valyuta zaxirasi deyarli ishlatilmaganligi, ya'ni oltin valyuta zaxiralarini saqlashga katta e'tibor berilganligi va yalpi ichki mahsulotning 30% dan oshmagan qismigagina tashqi qarz olinganligi byurokratik yechimlar orqali iqtisodiyotni shunday ko'rsatilishi bilan bog'liq jarayonga kirar edi. Ya'ni katta masalalar, katta muammolar va shunga yarasha zaxiralar ham bor edi. Shuning uchun bu davrni shakllanish, takomillashishga tayyorgarlik va tarkibiy o'zgarishlar davri desak bo'lardi. Bu davrda O'zbekistonning tashqi savdo ssenariysi shakllanib ulgurdi va ma'lum bir dizaynga, ma'lum bir tavakkalchilikka va qaysidir ma'noda ba'zi radikal qarorlarga ehtiyoj tug'ilgan edi. Va 2016-yildan keyin davlat siyosati o'zgaradi va 2017-yildan boshlab yangi O'zbekiston tashqi savdosi asosiy voqealar rivojiga qo'shilgan edi va bu davrda oltin valyuta zaxiralari va katta O'zbekistonning potensiali xalqaro tashkilotlar orqali kreditlanish xizmatiga ega bo'ldi. O'zbekiston tashqi qarzga ochiq munosabatda qarashni boshladi. Tashkilotlar bilan, qo'shni mamlakatlar bilan katta hajmdagi strategik kelishuvlar tashqi savdoni shaffoflashtirishga bo'lgan harakat yuz beradi va ijobiy saldo o'rniga salbiy saldoda o'tishni boshladik. Lekin hajm ko'payib borar edi va 2024-yil yakunlariga ko'ra tashqi savdo qariyb 70 milliard dollarga, uning qariyb 40 milliard dollardan ortig'i importni va qolgani eksportni tashkil qilar edi. Bu degani 10 milliard dollardan ortiq manfiy saldogacha olib kelar edi va tashqi savdoga qarashlar o'zgardi. Ya'ni importni optimallashtirish, eksportni ko'paytirish va ijobiy saldoni byurokratik yo'llar orqali hal qilish emas, balki o'zini valyutani ham, tashqi savdoni ham erkin suzib boruvchi kursga qo'yish va faqatgina investitsiyalar, tashqi kreditlar orqali hajmni kengaytirish, umumiy tashqi savdoga katta qo'llab-quvvatlash bosimlarini o'tkazish va nisbatan erkinlashtirish. Bilardikki, 2017-yilgacha tashqi savdo asosan davlatning total nazorati ostida edi va shu orqali boshqarilardi. Keyinchalik xususiy sektorga imkoniyatlarni katta berilishi tashqi savdoni hajmini 8 yil ichida juda katta hajmga o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xususan 2024-yilning yanvar-iyul oylarida umumiy tashqi savdoda 44 milliard dollargacha ko'rsatkich bo'lgan bo'lsa, 2025-yilda bu 19.9% ga o'sganligini, ya'ni eksport ham, import ham o'sganligini, lekin shu bilan birga saldo biroz pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yangi O'zbekistonning 8 yillik tarixida masshtablar o'zgargan, hajm kattalashgan, tashqi savdoda manfiy saldo qayd etilgan, albatta byurokratik yechimlardan emas, shaffoflik modellaridan foydalangan holda tashqi savdoni ochiqroq ssenariyga olib chiqish vazifasi qo'yilganligi asosiy voqealar rivojini keltirib chiqarar edi. Demak, tashqi savdoning rivojlanishidagi bu ikki bosqich O'zbekistonning, keyinchalik yangi O'zbekistonning tashqi savdo strategiyalarini jahon bozoriga yana ham chuqurlashtirishga xizmat qildi va eng katta natijalar bu eksportdagi xizmatlar ulushi va boshqalarning oshib borishi bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Umuman, tashqi savdoning demak, iqtisodiy mazmun jihatdan birinchi bosqichida tashqi savdo shakllanganligi va mazmun jihatdan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilganligi asosiy voqealar rivojini keltirib bersa, keyingisida hamkorlik integratsiyaga aylanganligi, ya'ni ko'proq jahon bozoriga ixtisoslashuv orqali ta'sir ko'rsatish, tovar va xom ashyoning turlarini o'zgartirish, eksport diversifikatsiyasini amalga oshirish orqali qo'llab-quvvatlash jarayonlari yuz berganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va keyingi oxirgi davr shu kecha kunduz tashqi savdoni jahon bozoriga integratsiyalashuvini emas, balki uyg'unlashuvini, ya'ni umumiy global iqtisodiyotda O'zbekiston jahon bozorining bir bo'lagini
tashkil qilishi va o'sha bo'lak O'zbekistonning o'z brendiga aylanishi va faqatgina rivojlanish sari, ya'ni pasayish sari ketmasligi, hajmning o'sha bo'lakning kattalashib borishi va global iqtisodiyotning bir bo'lagi sifatida jahon bozoridagi eng katta talab va ehtiyojlardan birini O'zbekiston doimiy ravishda qondirib borishi uni jahon bozoriga uyg'unlashuviga olib keladi va asosiy trenddagi masalalarni hal qilishda juda katta yordam beradi. Jahon bozoriga uyg'unlashuvning eng asosiy shartlari xuddi integratsiya kabi eksport va importni optimallashtirish hisoblanadi. Va bu yerda eng katta masala bu normativ huquqiy. Bu masalada juda katta ishlar qilindi va qonuniy bazalar yaratilganligini, ikkinchisi esa institutsional, ya'ni kompaniyalarning ma'lum bir davrda birlashuvi yoki ularni bir tizim ostida harakat qilib jahon bozoriga chiqishini, klasterlarni tashkil qilish jarayonlarini ko'rsatib berardi va uchinchi ma'noda asosan eksportchi kompaniyalarning savdo an'analari paydo bo'lishi jahon bozorining asosiy talablari hisoblanadi. Ya'ni bu masalada ko'rsak, juda ko'p kompaniyalar barqaror emasligini O'zbekistonda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni barqaror kompaniyalar bor, bu juda kamni tashkil qiladi. Birinchi 5 yillikda qilingan eksportni inobatga oladigan bo'lsak, ikkinchi 5 yillikda o'sha kompaniyalarni ko'rmaymiz. Ya'ni 20 yillik, 25 yillik eksport kompaniyalari, eksport qiluvchi kompaniyalar bizda juda kamligi jahon bozoriga uyg'unlashuvni qiyinlashtiradi va bu masalalarni asosan hal qilishga undaydi. Chunki eksport an'analari mavjud va bozorda mavjud bo'lgan dunyo bozorida 100 yillik kompaniyalar bor va ular dunyo bozori, jahon iqtisodiyoti strategiyalarini, kelajagini mana shu kompaniyalar hal qiladi. Shuning uchun jahon bozoriga integratsiyalashish bu kompaniyalarni ko'proq ixtisoslashuvini, diversifikatsiyasini talab qilsa, jahon bozoriga uyg'unlashuv mana shu jarayonlarni an'anaga aylantirish, barqarorlikni oshirish bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. O'zbekistonning jahon bozoriga uyg'unlashuv shartlarining keyingi bosqichi bu tovar va xizmatlar, ya'ni O'zbekistonda inson kapitalining rivojlanishi, inson zehniyatining ma'lum bir bosqichga yetishi va xizmat ko'rsatishdagi ustunliklar, tovar nomenklaturasining o'sishi uyg'unlashuvning keyingi shartlarini keltirib chiqaradi. Faqat xulosa o'rnida unutmaslik kerakki, uyg'unlashuv bu integratsiya va hamkorlikdan farq qiladi. Hamkorlikda tovarning miqdori juda katta rolni o'ynaydi. Integratsiyada uning sifati katta maqomga beradi. Ya'ni qanchalik ixtisoslashuv shartlarida tovarning sifati va xizmati yaxshi bo'lsa, integratsion jarayonlarni kuchaytirishga yordam beradi. Biz talab qilayotgan zamonaviy talab uyg'unlashuvda esa tovarning miqdori, sifati, jahon bozori iste'molchilari xulq-atvori va didiga moslashib borishi umumiy majmuada tashkil qiladi va uyg'unlashuvning eng asosiy sharti sifatida barqarorlik tan olinadi. Ya'ni 20 yil, 25 yildan ortiq va undan ortiq muddatlarda kompaniya mana shu sifatini saqlab qolishi jahon bozori uyg'unligini kasb etadi. Integratsiya ixtisoslashuvning mahsuli bo'lsa, uyg'unlik bu dunyo iqtisodiyotini global bir iqtisodiy tizim sifatida tasavvur etib, bu mamlakatning ulushini belgilash va o'sha ulushni barqaror ravishda oshirib borishdan iborat hisoblanadi. Shu asnoda rivojlanayotgan mamlakatlar dunyo bozoriga ta'sir qiladi va yangi O'zbekistonning tashqi savdodagi eng katta strategiyasi sifatida jahon bozorida uyg'unlashuv va o'zini yillar davomida barqaror o'rnini qoldirish va an'analar bilan bog'liq jarayonni hisobga oladi. E'tiboringiz uchun rahmat.